Hop, mana bu 1 oyliklar mana. Bo'g'oz. Yo'qsa tayyorlana ozgina qoldi. 26-yil bor ekan bunisi mana. Bu ham bo'g'ozlar mana. Hop, mana bular mana 3 oylik quyonlar mana. Mana bu 3 oylik quyonlar mana. 2 oylik quyonlar. 3,5 oylik quyonlar mana bu. Pashta yozgandan keyin 4 oy bo'ladi. Mana quyonlarimiz bor, 14 ta to'rtta mana. 3 ta, 6 ta, 9 ta, 10 ta, 3 ta, bitta 14 ta. Bu quyonni onasini ancha oldin kommentariyada, mana oxirgi kommentariyada kim topsa 50 ming plastikga yoki nomeriga tushirib beraman deb yozdim. Topgan odam aloqaga chiqsa 50 ming tushirib berasiz, xudo xolasa o'z yoki aloqaga chiqib sal bo'shagandan keyin quyonlarimiz sotiladi. Unaqa tayyor mana barakatli quyonlarimiz bor. Bo'g'oz. Mana bu tuqqan, mana bu tayyor tuqqan. Eslab o'taman. Mana bu tug'adi deb aytdim, mana bu yerda hozir istoriya mahsulotlar bor. Hop, keyin mana bunaqa 2 oylik quyonlarimiz sotiladi, xikollar. Yo'qolmanda. Mana bu ham bor quyonlarimiz. Katta samislarimiz bor, samkalarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar, chiroyli yumshoq narxlarda qilib beramiz. Mana mahnaga chiroyli qilib oldinlarga qaranglar, qanaqa chiroyli mana. Bo'sh bo'lib turadi mana. 4 oydan keyin bilasizlar bu qanday bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Mana buni onasi mana. 4 oylik onasi o'sha mana. Mana bu ham 4,5 oylik, pashti 5 oylik, endi 1 oy tug'ganini qo'ysa 5 oylik quyon. Mana shunaqa tayyor 2 kilo, 3 kilo toza go'sht bo'ladi. O'zi 5 kilolar atrofida bo'ladi. Mana bu ham bor. Voy, men bolachalarni bu yoqqa chiqib qolgan onasini qidirib. Mashalloh. Aloqaga chiqaveringlar, xalq quyonlarimiz bor. Xudo xolasa qilib beramiz.